Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan aka-ukalarim. Mana O'zbekistondan, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kuzatib yurgan mana obunachilarim, yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yana Podmoskvada yana yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari. Kommentariyamga yozib o'tiradilar aka, svarkaga ish chiqaring, biza svarchik biza deb kommentariyamga ko'p yozganlar uchun svarka sexdan sizlarga ish chiqarib o'tiribmiz. Aka-ukalarim, hozir kiramiz. İşler объемda mana agrajden qiladi, kravat qiladi, qanchadan oladi, qanchadan kassa qiladi. Kirib o'zlaridan batafsil hozir intervyu olamiz. Ketdik, pagnali. Ana aka-ukalarim, mana o'zi svarka sexga kirdik. Bu yerda faqat kravat var qilinadi. Hozir bitta o'zlaridan hozir intervyu olaveramiz. Pagnali. Kelinglar qanaqa hozir bir minutga. Bormaylar. Yaxshimisizlar? Qanday alaykum? Sog'liqlar yaxshimi? Va alaykum assalom. Tinchmi? Qayerdansiz? Mana buni ushlab turing endi. Mana shunga gaplashasiz endi siz. Menga bor. Qayerdansiz? Yaqinroqda. O'zbekiston Andijondanman. O'zbekiston Andijondan. Qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? 7 oy, 8 oy bo'ldi. 7 oy, 8 oy. Kravat var qilasiz? Kravat qilaman. Объемda ishlarsiz, ha? Объем. Qancha mana shu bittasi? 60 so'm. Yaqinroq 60 so'm. Bir kunda nechta qilasiz? Mana kameraga qarab qo'ying. 120 ta, 130 ta qilamiz bir kunda. Bir kunda 100, 120 ta, 130 ta. Minimum bir kunda 6000 ishlaysizmi? Yo'q degan payt 6000 ishlaysizmi? 6000. Ana 7 oydan beri ishlayib o'tirgan ekaningiz. Pulga aldov bormi, yo'qmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Как положено pulni beradi. Pulni beradi. Oyga 2 marta avans ham bor, ha? Nechinchi? 5ida avans tushadi, 20sida avans tushadi, nalishni pul beradi oylik. Oyiga 3 marta beriladi. Beriladi. Keladigan odamlar kelsa agar tushunmasa ham o'rgatasizlarmi? Ha, o'rgatamiz. Ishlasa bo'ladimi? Ishlasa bo'ladi. Gap yo'q. Tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Rahmat. Pagnali boshqa joyga. Stop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz o'g'liz? Endi shuni ushlaysiz, endi mikrofon bu. Menga bor aka. Yaqinroq ushlaymiz. Qayerdansiz aka? Namangan Chortoq sanatoriyadan. Namangandan. Aka, qancha bo'ldi kelganingizga? Kelganimizga 4 oy bo'lyapti. 4 oy bo'lyapti. Kravat var qilasiz. Kravat, faqat shu kravat ishlar. Donasi? Donasi 60 rubldan. 60 rubl. Aka, necha yoshdasiz? Men 46 yoshdaman. 46 yoshda. Nechta taxlayapsiz aka bir kunda? Bir kunda shu Realniga. o'rtacha shu 70 ta, 70 dan oshiramiz. 70 ta, 70 tadan oshirasiz. Ha, shunday. Примерно bir kunda qancha tushirasiz? O'shanda 4,5 ming, 4 ming, 4 ming, 4,5, 6 ming ham bo'ladi. 6 ming, 5 ming. O'rtacha shu 5 ming atrofida ekanda sizga. 4,5 orasida bor. Xo'p. Yana bir savolimiz bor aka. Bu yerda ishga aldov bormi, yo'qmi aka? Yo'q, bega yaxshi tomoni shu pulni vaqtida. Pulni как положено beradi. Как положено beradi, vaqtida beradi. Avanslar, Avanslar shu hammasi vaqtida. Aka, keladigan odamlar bemalol qo'rqmasdan kelsa bo'ladimi ishga? Keladigan odam qo'rqmay kelsa bo'ladi. Eng asosiysi pul uchunki hammamiz ham. Ha. Pul vaqtida bir oyda 3 marta pul berishadi. Bir oyda 3 marta pul berishadi. Yaxshi. Tomoni zo'r. Gap yo'q aka, tanijoningiz sog' bo'lsin, ishlaringizni barobar bersin aka, gazini bo'lsin, 100 taga chiqaring. Ana o'zi dalcha o'zi endi bu yoq o'zi только ограждение qiladiganlar. U yoqqa kravat var qilinadi, bu yoqqa ограждение. Bir bo'lsa hozir o'tamiz hozir. Qalay ishlar ukam? So'llayapsizmi? Tinchmi? Mana mikrofon. Yaqinroq ushlaymiz. Qayerdan ukam? Namangandan. Namangandan. To'g'ri. Qancha bo'ldi kelganingizga? Kelganimga 4 oy bo'ldi aka. 4 oy? Ha. Xo'p. Ограждение qilasizlar. Ha. Объемda ishlar. Объем. Necha pul bittasi? Bittasi 50 rubldan. 50 rubl. Bittadan nechta qilasiz bir kunda? Bir kunda bu svarkaga yaqinda o'tdim. Endi 20 kun qoldi. 70-80 ta qilyapman bir kunda. 70 ta 80 ta 20 kun bo'ldi bu ishga o'tganimga, ha? Ha, 70-80 ta. Pulga aldamaydimi? Samni glavniy shu ishxona. Yo'q. Oyiga necha marta pul beradi? Oyiga bir oyda 2 marta avans, bir marta расчет bo'ladi. Ishlayman deb keladiganlar kelsa bo'ladimi ishga? Bo'ladi, kelsa bo'ladi. Ha? Gap yo'q. Tanijonlari sog' bo'lsin. Gazini bo'lsinglar ukajon, 100 taga chiqar. Demak, hozir endi bularni o'zi ishdan 1 minut to'xtatamiz, endi boshqa ilojimiz yo'q. Jo'rabekjon 1 minut. O'rmaylar, assalomu alaykum. Yaxshimi? So'llar yaxshimi? Tinchmi? Qayerdangizlar? Jizzaxdan.
Jizzaxdan. Qancha bo'ldi kelganingizga? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil. Ha. Bu necha pul o'zi saqlayotgan narsalar? Narxi 100 rubldan. 100 rubldan. Bir kunda nechta tayyorlaysizlar? 140 tadan 200 tagacha. 140 tadan 200 tagacha ikkovlari. Ha, Tushunaymi? kunlik 7 mingdan 10 ming shu atrofda tushadi. Har bir odamga sizlarga 7 mingdan 10 mingdan pashti tushadi ha bir kun. Ishlasa bo'ladimi? Ishlasa Mana bo'ladi. pashti 1,5 yildan beri deysiz mana shu yerda. Aldov pulga bormi yo'qmi? Yo'q, pastda pulimizni olayapmiz. Ha? Qolmayapmiz. Oyga 2 marta avans beradi, 1 marta nalichi ha? Martinalichi. Keladigan odamlar agar kelsa agar 1-2 marta ko'rsatib o'rgatasizlarmi? Ha, albatta. Problema Ishla- yo'q. Problema yo'q. Ishlasa bo'ladi ha bu yerda. Ishlasa bo'ladi. Ishlar ham qiyin emas, hammasi oddiy. Ishlasa bo'ladi. Gap yo'q, tanijo'llari sog' bo'lsa endi mana bu yoqqa o'tamiz endi. O'rmang. Assalomu alaykum, qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmi? Charchamaysiz-mi? Siz qayerdan edingiz? Jizzax. Jizzaxdan. Sizga qancha bo'ldi kelganingizga? Oktyabrda keldik o'tgan yillarga. 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldi. Pulni beradimi, bermaydimi? To'g'risini ayting. Endi kommentariyaga baribir negativ bo'ladi-da menga. Beradi, lekin nima beradi? Vaqtida beradi. Vaqtiga beradi. Primerni aytaman endi. Primerni o'tgan oy qancha shu patentingizdan, yebichingizdan tashqari qancha O'zbekistonga chiqardingiz? 98 ming. 98 ming rubl. Qancha bo'ladi endi dollarga? Oyga 1250 1300. 1300 dollar. Samый главный aldov yo'q. Ishlasa bo'ladi ha bu yerda. Ishiga qarab-da, ishlashiga qarab, o'ziga qarab. Keladigan odamlar endi tushunmasa 1-2 ko'rsatib o'rgatasizlarmi? Faqat 3 kun to'g'ri o'rgatamiz. O'zbekiston ishlashimiz kerak. Ya gap yo'q. Gap yo'q. Omadlaringizni bersin. Tanijonlari sog' bo'lsin. Ahay, xo'sh kun. Qanday? Sonda yaxshimi ukam? Tinchmi? Charchamay zerikma. Qayerdan ukam? Yaqinroq ishlaymiz. O, kaskan o'chay. Qayerdan? Biz Navoiydan, Navoiydan. Ha? Qancha bo'ldi kelganlaringizga? kelganimizga 50 kun bo'ldi, 50 kun 60 kun bo'lyapti. 50 kun 60 kun. Ha, birinchi oylikda oldik, nasibda kontaktga o'tkazishlayapmiz. Ha, oldin boshqa ishga ishlab, Ha, yo'q, yaqinda bunga o'tkazdi. Ha, buni kontaktkani bilmardik. Ha, kelib sekin-sekin o'rganib qo'yib oldik. Ha, biror marta sorka qilmagansizlar o'zi, shera kelib o'rgandingizlar. Kerak kelib o'rganib olib. Молодец. Bu necha pul? Buni donasi 50 rubldan, Aha. ha, kuniga 100 ta 120 ta chiqaramiz. Yasab. Kuniga 100 ta 120 ta. Bu degani bir kunda 5000 6000 rubl. Oyiga 150 ming, 160 ming so'm atrofga. Kami 150 ming ha? Ishlasa bo'ladimi ukam? Kelib ishlaylar, zakonni joy. Keladigan odamlarga nima deymiz? Kelsa bo'ladimi? Ha, zakonni kelib ishlab, o'rganib, bilmasalar ham kelib o'rganib ishlasalar bo'larkan. Bola baribir любой videoga baribir negativ ham bo'ladi, yaxshi so'z ham bo'ladi-da. Pul oldingizdan pul beradimi? Ha, oylik o'z vaqtida olamiz. 2 marta oyga avans ham tushirib beradi. 5ga 20ga. Ondan tashqari oylik ham olamiz. Bir oyda 3 marta avans beradi. Pul beradi. Shunday. Aldov yo'q, samning glavni. Yo'q, aldov yo'q. Ishlasa bo'ladi. Bo'ladi. Necha yoshga ukam? 21 yosh. Bormi yurakda o'tib bor? Ukalarim 21 yoshda mana kelib gazini berib o'tiribdi. Jajonim, tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Mayli, gazini bo'lsinglar ukam. Ana aka-ukalarim, o'zlaringiz mana hozir eshitdingizlar, bitta intervyularini oldik. Yuragida o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa, bemalol kelib ishlashlari mumkin. Adresimiz Podmoskva, Sholkiyskiy rayon, Derevni, Bogoslova. Rahbarni o'zini raqamini qo'yaman, Lipo deb qo'yaman. Menga eski videodan mana o'zimning raqamimni topib menga telefon qilish shart emas. Prямо rahbarni o'zi bilan gaplashasiz, kelasiz, ishlaysiz. Ish ishonarli, so'z ishonarli. Oyga 3 marta avans beradi, 1 marta oylik beradi, 3 marta короче pul beradi bir oyda. Aka-ukalarim, O'zbekistondan keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, yo prямо Tojikiston, Qirg'iziston bo'lsa, barcha hujjatlaringizga yordam beradi. Keyin mana bu yerda kelib ish haqingizdan to'lab berasiz. Aka-ukalarim, tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Kanalni ko'ryapsiz, обязательно bitta like va podpiska, repost qo'yamiz. Sizlar podpiska bo'lsangiz, kanalni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Yana bir marta aytaman, Podmoskva, Sholkiyskiy rayon,
Derevni Bogoslova. Tani yo'llari sog' omon bo'lsin.